Pəriştilər insanның təbiətini insan yaratılışdan burun qandaq bilgan? Sual. Assalamu alaykum ustoz. Mən uzundan buyan so'rashni o'ylab turgan bir savolni so'ray degandim. Alloh taolo Baqara surasining 30-oyatida "Mən yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman" deganda farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan, holbuki biz seni pok deb madhiyalaymiz degan qurlarni o'qiganimda va qadimdan tortib hozirgacha yer yuzida insonlarning qilgan atganlariga qaraydigan bo'lsak, farishtalarning deganidek insonlarning ko'p vaqtlarda shu qon to'kkan, ziminda buzuqchilik qilganligini bilyapmiz va hozirmi ko'ryapmiz. Shuningga qarab hayron bo'laman. Farishtalar insonning tabiatini inson yaratilishdan burun bilar bo'lg'aymidi deb. Vaqtlari chiqqanda javob bergan bo'lsalar. Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Alloh taolo "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar qilaman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan, holbuki biz seni pok deb madhiyalaymiz dedi. Allah, "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi degan. Farishtalarning bu savoli Alloh taolaning irodasiga e'tizor yoki odam bolalarga hasad qilish bo'lmasdan, buzuqchilik qiladigan bu xil maxluqotni yaratishning hikmatini bilib olish uchundir. Alloh taolo ularning bu savoliga javob berib, "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" degan. Ya'ni men bu turdagi maxluqotni yaratishda sizlar bayon qilgan buzuqchilikqa qaraganda sizlar bilmaydigan foydalarning ko'p ekanligini bilaman. Chunki men ulardan elchi, payg'ambarlarni chiqaraman. Ulardan siddiqlar, shahidlar, solihlar, obidlar, zohidlar, avliyolar, yaxshilar, muqarrablar, olimlar, amal qilguvchilar, Alloh taoladan qo'rqib, u zotni suydiganlar va payg'ambarlarga ergashguchilar chiqadi. Qaraydigan bo'lsak, bu va boshqa oyatlardan Alloh taolaning farishtalarni Odam alayhissalomni yaratishdan burun yaratganligi ma'lum bo'ladi. Mazkur oyatda farishtalarning bu yangi xalifaning zaminda qon to'kib, buzuqchilik qiladiganligini qandoq bilganligi izohlanmagan. Boshqa oyatlarda shundaqla payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislarida uni qandoq bilganligi bayon qilinmagan. Bu sababdan salaflarimiz va undan keyin kelgan olimlar bu haqda o'xshamagan qarashlarda bo'lgan. Mufassirlarning ko'pchiligi farishtalar Alloh taolo ularga bu yangi xalifa, ya'ni Odam alayhissalomning avlodlarining zaminda buzuqchilik va o'zaro hasadxo'rlik qilishadiganligidek tabiatini bayon qilib bergandan keyin andin u savolni qo'ygan deb qaragan. Lekin Alloh taolaning buni farishtalarga bildirganligi mazkur oyatda va munosabatli oyatlarda tilga ilinmagan bo'lib, bu mazmun oyatlarda qisqartib o'tilgan bo'lishi cho'ng ehtimol. Chunki ba'zi sahobalardan kelgan rivoyatlarda Alloh taolo ularga "Men yer yuzida xalifa qilaman" deganda ular "U qanday xalifa?" deb so'ragan. Alloh taolo ularga bu maxluqning avlodlari bo'ladiganligi va u avlodlarning bir qismining buzuqchilik qilib, o'zaro hasad qilishib, bir-birini o'ldirib qon to'kadigan, yana bir qismining bo'lsa Allohni ulug'lab hamda aytadiganligini bayon qilgan. Shundala farishtalar ularning bir qismi seni paklab ulug'laydigan bo'lsa, mana biz bor. Yana bir qismini nima uchun yaratsan deb so'ragan bo'lishi cho'ng ehtimol. Yana bir qism mufassirlarning qarashicha, Hazrati Odamdan burun zaminda jinlar yashagan bo'lib, farishtalar burun jinlarning askiligini va buzuqchiligini ko'rgan va bilgan bo'lg'achqa jinlarga qiyos qilib shundoq degan. Xalifa kalimasining farzandlari otasi Odamning izini bosadigan bir avlod, yana bir avlodning izbosari bo'ladigan degan ma'nosi bo'lganidek, ilgirkilarga izbosar degan ma'nosimi bor. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan uning bu haqda mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Zaminga tunji yerlashgan maxluqotlar jinlar bo'lib, ular uningda qon to'kib, bir-birini o'ldirib buzuqchilik qilgan. Bu sababdan Alloh taolo iblisni farishtalar qo'shini bilan avatib ularni qirib etgan. Terpiran bo'lganlarini dengiz orollari va tog'larga qo'lib o'tgan. Andin Odam alayhissalomni yaratib, uni zaminga yerlashtirgan. Shunga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman degan. Bu qarashga asosan men odamni zaminga yerlashib, zaminni gullantiradigan, jinlarning o'rnini bosadigan izbosar qilaman degan bo'ladi. Yana bir qism mufassirlar
Farishtalar xalifa degan so'zni anglash bilanla odam bolalarining buzg'unchilik qiladiganligini tushungan. Chunki xalifa degan isloh qilib buzg'unchilikqa qarshi turadi. Haq nohaqni ayiradi. Gunoh ma'siyatdan to'sidi. Buningdan insonlarning bir-biriga zulm qiladiganligi ma'lum bo'ladi. Bu qarashga asosan xalifa kalimasi zaminda insonlar o'ttirida haq bilan hukm qiladigan Allohning izbosari degan ma'noda bo'ladi degan. Yana ba'zi mufassirlar farishtalar lahu mahfuzni ko'rgan bo'lsa, lahu mahfuzda hamma ishlar, jumladan insonlarning butun ish izlari va qilmishlari yozilgan bo'lg'achqa, ular insonlarning qiladiganlarini bilgan deb qaragan. Keyingi qarashlarning hammasini ilgirki ko'pchilik olimlarning qarashining tafsiloti deyishga bo'ladi. Chunki Alloh taolo insonlarning ahvolini yuqorqi usullar orqali farishtalarga bildirgan bo'lishi mumkin. Yana ba'zi mufassirlar farishtalar bu yangi maxluqning jismoniy va ruhiy tarkibiga qarab, uning toatdan bosh tortib, isyonga o'tib keta oladigan tabiatini faraz qilib shundoq so'ragan deb qaragan. Yuqorqi qarashlarning hammasi olimlarning ijtihodi va tahlillari bo'lib, farishtalarning burunqi maxluqotlarning ahvolini bilganlikdan insonlar haqida shundoq farazda bo'lganligi cho'ng ehtimol. Buni kesib izohlay olmaymiz va bizmi farishtalar aytgandek seni butun kamchiliklardan pok deb to'naymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan. Hikmat bilan ish qilguchidirsan deymiz. Said Qutb rahimahulloh yuqorqi tahlillarni xulosalagan tariqada mundaq deydi. Asıl kalam farishtalarning bu so'zi ularning amaliy ahvolini ko'rib yetganligini yoki yer yuzidagi o'tmish tajribalar va yoki basirat ilhomi va ya bu yangi yaralmishning yer yuzidagi hayotining taqozosi tufayli uning tabiatini tunib yetganlikdan uning zaminda buzg'unchilik qiladiganligini va qon to'kadiganligini faraz qila olganligini ko'rsatadi. Farishtalar mutlaq xayrlikni tasavvur qiladigan pok tabiati bilan Allohga hamd aytib, u zotni poklab ulug'lashni butun mavjudiyatdan ko'zlangan g'oya, birdan-bir yaratish sababi deb qarab olgan bo'lib, o'zlarining barlig'i buni amalga oshirish uchun yetarli deb o'ylab olgan. Chunki ular tinim topmay Allohga hamd aytib, u zotni poklab ulug'lab turdi. Allohga ibodat qilishdan bo'shab qolmaydi. Halbuki ularga ilohiy irodaning Allohning zamindagi xalifasi izbosari orqali bu zaminni bino qilib obodlashtirish, hayotni turli shaklda gullantirish va taraqqiy qildirishdagi, shundoqla yaratquchining irodasini va mavjudiyat qonunini amalga oshirishdagi hikmati bilinmagan. Bu xalifa izbosar gohida buzuqchilik qilib, gohida qon to'kib qoladigan bo'lsa-mu, bu ko'rinib turgan juz'iy yomonlikdan texmi cho'ng va umumyuzlik bo'lgan. Davamlıq o'sib, taraqqiy qilib turadigan, o'rib yana bino qiladigan, to'xtovsiz urinib intilib turadigan, bu cho'ng mulkni o'zgartirish va texmi ilg'orlashtirishdan iborat xayrlikning amalga oshadiganligi ularga bilinmagan. Mana shu chaqda hammani va hamma ishning oqibatini bilguchi zotdan men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman degan qaror yetib kelgan. Shunimi qo'shib qo'yish kerakki, Qur'on Karim oyatlarini tafakkur qilish va cho'nqurlab izdanish ibodatlarning eng afzalidir. Lekin so'ralgan tafsilotni bilish muhim bo'lsa edi, albatta Alloh taolo uni Qur'on Karimda yoki hadislarda bayon qilgan bo'ladi. Shunga uni bilmaslikning dinimizni va Qur'on Karimni tushunishda ziyni yo'q. Bilishda amal ibodatga aloqador cho'ng foydami yo'q. Bizga muhim bo'lgani Allohni ulug'lash, poklash va Allohga ibodat qilish bilan mashg'ul bo'lish. Alloh taolo aniq bayon qilmagan nuqtalarni ko'chirishga sarf qilgan kuchni bu qissalardan va bu savol-javoblardan oladigan iymon va adabga aloqador darslarni o'zlashtirishga sarf qilishimizdir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.